Yurtimizda kitobxonlikni ommalashtirish maqsadida turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, aksiyalar o'tkazib kelinmoqda. Maqsad ma'nan yuksak, aqlan teran rivojlangan, iqtidorli va salohiyatli yoshlarni tarbiyalashdan iboratdir. Navbatdagi lavhamiz orqali muxbirimiz Navro'zshoh Xudoyqulzoda ayni yo'nalishdagi tadbirdan xabar qiladi. Koson tuman madaniyat markazida Saido Nasafiy nomli viloyat axborot kutubxona markazi tashabbusi bilan Odil Yoqubovning Ko'hna dunyo romani asosida kitob taqdimot tadbiri o'tkazildi. Kitobxonlarning mutolaaga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida tashkil etilgan o'ziga xos targ'ibot tadbiri ilk bor Koson tumanida tashkil etildi. Tuman axborot kutubxona markazining ahil jamoasi tomonidan ushbu romanning bugungi kundagi ahamiyati, yoshlar ta'lim tarbiyasida tutgan o'rni haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Bu loyihadan maqsad aholi o'rtasida, tashkilotlarda xodimlar, rahbarlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirishdan iborat. Prezidentimiz tomonidan kitob mutolaasini kuchaytirish borasida qarorlar imzolandi. Shu qarorga muvofiq aholi o'rtasida eng kamida 7 ta 10 tadan iborat kitobni mutolaa qilish vazifalari topshirilgan. Aynan bu Odil Yoqubovning Ko'hna dunyo asarini tanlashimizdan maqsad tariximizni ildizlariga, adiblarimizni va o'sha buyuk shaxslarimizni hayotiga nazar tashlashdan boshladik. Bu kabi tadbirlarni viloyatimizning barcha tumanlarida, ta'lim muassasalarida o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, bu orqali kitobxonlarni o'zbek adabiyotining yirik namoyandalari qalamiga mansub asarlar bilan yanada yaqinroq tanishtirish maqsad qilingan. Odil Yoqubovning ijodi, uning o'ziga xos iste'dodi ila tarixiy mavzular yuqori mahorat ila yoritilgani alohida ta'kidlandi. Tadbir davomida madaniyat xodimlari tomonidan yangragan diltortar taronalar, badiiy chiqishlar kechaga o'zgacha fayz bag'ishladi. Asarda ko'rsatib o'tilgani bo'yicha Mahmud G'aznaviyning tazyiqlari, tahqirlashlariga qaramasdan ikki alloma, ikki buyuk shaxs ilm qilishdan, ilm izlanishdan, ma'rifat izlanishdan to'xtamasdan o'z hayot yo'llarini, o'z bilim yo'llarini kengaytirib borganlar. Hozirgi kunda targ'ib qilishimizdan asosiy maqsad yoshlarimizni ham mana shunday kitobxonlikka taklif etish, ilm izlanishdan, har qanday vaziyatda, har qanday muhitdan, sharoitdan kelib chiqib, ilm izlanishdan to'xtamaslikka taklif qilib qolingan. Bu yerda bizning kutubxonamizda ham har juma kuni ma'rifat soati tashkil etilgan bo'lib, har bir xodim yillik reja tuzib olingan, yillik reja, oylik reja, haftalik reja bo'yicha xodimlarimiz romanlarni, o'zlari xohlagan qissalarni taqdimotini o'tkazib beradilar. Taqdimot har bir kitobxonning Ko'hna dunyo asariga bo'lgan qiziqishini oshirib, tarixiy siymolar haqidagi bilimlarini yanada ortish yo'lida xizmat qildi. Shu kuni targ'ibot tadbiri ishtirokchilari tuman markazidagi Abdulla Oripov nomidagi kutubxona faoliyati bilan yaqindan tanishishdi.